Ushbu darsimizda version control tizimlaridagi branchlar tushunchasini ko'rib chiqamiz. Dars davomida branch o'zi nima, head pointer, branchlarni yaratish, ro'yxatini ko'rish, branchdan branchga o'tish, branchlarni o'chirish, detach qilingan head o'zi nimaligi va branchni nomlash konvensiyalari haqida gaplashamiz. Branch o'zi nima va u bizga nima uchun kerak? Git tomonidan qaraydigan bo'lsak, branch shunchaki .git refs heads folderning ichidagi bitta fayl bo'lib, o'zini ichida shunchaki bitta commitni hashini saqlaydi. Ya'ni o'sha bitta branch qaysi commitga qarab turgan bo'lsa, branchning eng oxirgi commiti qaysi commit bo'lsa, shu commitni hashi faylning ichida saqlanadi. Bizning tasavvurimizda bo'lsa, branch xuddi daraxtni shoxlariga o'xshaydi. Lekin undan farqli ravishda Gitni branchlari qachondir yana tutashishi mumkin. Branchlardan qaysi maqsadlarda foydalanamiz? Bironta loyiha ustida ikki xil maqsadli ish olib borilayotgan bo'lsa, shu paytda biza bu maqsadlarni branchlarga ajratib olishimiz mumkin. Masalan, bitta loyihada yangi feature ustida ish olib borilyapti, undan tashqari bitta bugni fix qilish ustida ish olib borilyapti. Bu ishlar bir-biriga xalaqit bermagan holatda alohida branchlarda olib boriladi va oxirida natija asosiy branchga birlashtiriladi. Repozitoriyda ishlayotgan paytimizda biza qaysi branchda ish olib borayotganimizni head pointer hal qiladi. Shu head pointer qaysi branchga point qilib turgan bo'lsa, demak biza o'sha branch ustida ish olib boryapmiz va biza working tree'da ko'rib turgan kodlarimiz shu branchni mahsuli hisoblanadi. Feature login branchdan agar men main branchga o'tadigan bo'lsam, shunchaki bu head pointer main branch qarab turgan commitga point qilishni boshlaydi. Main branchga o'tib turib, yangi branch yaratadigan bo'lsam, misol uchun bug fix degan, bu holatda hech qanaqa hali yangi commit yaralmaydi. Shunchaki ikkita branch, ya'ni bug fix va main branchi bitta C commitga point qilib turgan bo'ladi. Qachonki bug fix branchda turib yangi commit yaratsam, shunda bizada shoxlash vujudga keladi va yangi commitimiz bug fix branchida paydo bo'ladi. Gitda yangi branch yaratish uchun git branch komandasidan foydalanamiz va argument sifatida biz yaratmoqchi bo'lgan branchning nomini beramiz. Git branch komandasini argumentsiz yozishimiz local repozitoriyda bor bo'lgan branchlarni ro'yxatini beradi va biz qaysi branchda turgan bo'lsak, o'sha branchning oldida yulduzcha belgisini ko'ramiz. Agar git branch komandasiga -a optionini qo'shadigan bo'lsak, bizda remote'dagi branchlar ham ko'rinishni boshlaydi. Bu haqida batafsil keyingi mavzularimizda o'tamiz. Branchdan branchga o'tish uchun gitda ikki xil komandadan foydalanishimiz mumkin. Git switch hamda git checkout. Eski usul bo'lishiga qaramasdan, checkout haligacha hozirgi yangi versiya gitlarda ham ishlaydi. Ham yangi branch yaratib, ham o'sha branchga switch qilish uchun git switch komandasiga -c optionini qo'shamiz. Git checkout bo'lsa -b optionini qo'shish bilan buni amalga oshirishimiz mumkin. Branchlarni o'chirish ham ikki xil usulda amalga oshiriladi. Xavfsiz o'chirish bor, bu -d optioni bilan. Xavfsiz o'chirish qachon bizga kerak? Misol uchun bizda asosiy branch bor edi va biz yangi bitta branch olib, unda o'zgarish commitlarini qildik va shu yangi branchimizni o'chirib tashlamoqchi bo'lganimizda -d optionini yozadigan bo'lsak, bizda hali hech qaysi branchga qo'shilmagan ikkita commit borligini git tekshiradi va bundan bizani ogohlantiradi. Bunaqa holatda agar biz katta D optionidan foydalanadigan bo'lsak, ushbu merge qilinmagan commitlarimiz ham o'chib ketish xavfi bo'ladi. Head pointeri normal holatda bironta branchga point qilib turgan bo'ladi. Git checkout komandasi orqali nafaqat biz branchdan branchga o'ta olamiz. Biz o'zimizni pointerimizni hatto branchga qaramayotgan boshqa eski commitlarga ham qaratib qo'yishimiz mumkin. Bunaqa holatda headimiz detached hisoblanadi. Ya'ni bizani head pointerimiz bironta branchga emas, balki commitga point qilib turgan bo'ladi. Head pointerimiz detached bo'lgan holatda ishlaydigan bo'lsak, nima vaziyat yuz beradi? Tasavvur qilamiz, bizda main branch bor edi va uni bir nechta commitlari bor va bizani head pointerimiz ushbu main branchga qarab turgandi. Git checkout
komandasi orqali agar biza head pointerimizni bironta boshqa commitga qaratadigan bo'lsak va keyin shu joyda ishni davom ettirib yana commit yaratadigan bo'lsak, bizani commitlarimizni hech qanaqa branchga biriktirilmagan holatda alohida yaraladi. Va qachonki biza yana o'zimizni branchimizga qaytgan paytimizda ushbu commitda qilgan o'zgarishlarimizni ko'rmasligimiz mumkin. Head pointerimiz detached bo'lgan holatda bironta commit yaratgan bo'lsak, git switch komandasi orqali yangi branch yaratib, shu branchga commitlarimizni saqlashimiz kerak. Va bu commitlarni keyinchalik asosiy branchimizga merge qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Branchlar mavzusidagi bugungi darsimizga xulosa qiladigan bo'lsak, branch o'zi git uchun shunchaki .git refs heads folder ichidagi bitta fayl hisoblanadi va u commitni hashini saqlaydi. Head pointerimiz normal holatda albatta bironta branchga point qiladi. Qachonki u detached holatda bo'lganda branchga emas, commitga point qilishni boshlaydi. Git switch komandasiga -c optionini qo'shish bilan yangi branch yaratishimiz va shu branchga o'tishimiz mumkin. Branchlarni xavfsiz o'chirish uchun git branch komandasiga -d optionini qo'shamiz. Qachonki katta D optionidan foydalanganimizda branchdagi merge bo'lmagan commitlar o'chib ketishi mumkin. Head pointerimiz detached bo'lgan holatda commit yaratgan bo'lsak, shu commitdan turib git switch -c komandasi bilan yangi branch yaratishimiz va commitlarimizni branchda saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Branchlarni nomlaganimizda ma'lum konvensionlarga amal qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi darsda branchdagi commitlarni birlashtirish, ya'ni merge qilish va bu jarayonda hosil bo'ladigan konfliktlarni bartaraf qilishni ko'rib chiqamiz.